Hop do'stlar, endi Eligonimizda bizda 1 million so'm pul bor edi. Mana shu pulni bankka topshiramiz hammasini. Bankka topshirishda birinchi o'rinda qiladigan ishimiz bu kassada turgan pulni chiqarib olish bo'ladi. Chiqarib olganda bilamiz 57 o'n degan счетga tushadi. Bu 57 o'ndan keyin Eligronga ko'chadi. Bank va kassa bo'limiga kiramiz. Bu yerdan kassa bo'limida kassaviy dokument bo'limiga kiramiz. Mana shu yerda последний vidacha bor. Biz kassadagi pulni chiqarganimiz uchun vidachani bosamiz. Hop, vид operatsiya inkassatsiya tanlashimiz kerak bo'ladi. Показать все. Hop, inkassatsiyani tanlaymiz. Hop, sana qachon inkassa qilingan bo'lsa, o'sha sanani yozish kerak. Bizni vypskamiz 21-10-23 bo'yicha qilingan. Demak, 21-da bir kundan keyin inkassa qilingan o'sha pul. Hop, summa 1 million so'm pul hammasi topshirilgan ekan. O'sha pulni yozamiz. Hop, va bo'ldi. Mana bu yerda счетda o'zi 57 dan paydo bo'ldi. Inkassa tanlangani uchun провести и закрыть bosib olaman. Hop, отчетga kiradigan bo'lsak, tekshirib olish uchun Eligondagi pul chiqib ketgan bo'ladi mana. Bu pul 57 o'nga kelib tushgan. Endi mana shu 57 o'nga kelib tushgan pulni Eligronga kirim qilishim kerak. Qanday kirim qilaman? Hop, bank va kassa bo'limiga kiramiz. Endi bank orqali ishimizni qilamiz. Bankovskiy vypska. Bu yerdan поступление kirim bo'lyapti chunki bizga inkassatsiya kerak. Inkassatsiyani bosamiz. Keyin sana 21-11-23 boyagi vypskadagi sanani yozdim. Platelchik kerak emas bizga. Summani yozamiz. Summamiz 1 million so'm. 57 o'ndan kelib tushyapti. Провести и закрыть bosib olamiz. Mana bo'ldi. Hop, endi отчетimga kiradigan bo'lsam, mana hop 57 o'nimdagi 1 million so'm endi yo'q. Va menda 51 o'n degan shotimda 100 million edi, bu 1 million bo'lib qoldi. Hop, mana shu naqd pulning inkassatsiyasi bo'ladi. Endi terminalda pulini qanday qilib inkassatsiya qilaman? Mana bu 57-20 da turgan pulni qanday qilib inkassatsiya qilaman? 235 ming so'mni. Hop, buning uchun yana bank va kassa bo'limiga kiramiz. Bankovskiy vypska bo'limiga kiramiz. Keyin поступление. Hop, bu yerdan вид operatsiya. Поступление от продаж, оплата режим картам и банковский кредитам. Shuni tanlaymiz. Hop, sana qachon kirim qilingan? Yana vypskaga qaraymiz. 21-11-23 da. 21-11-23. Hop, bu yerdan platelchik kim to'lagan? Mana bu terminal to'lagan bo'ladi bizga. Summamiz qancha pul kelgan bizga? Bizdagi pul 234 bilan 0,2% uslugasi bor. O'shab qolib bizga shuncha pul tashab bergan. Hop, Shod Rashadov 57-20 dogovor shu. Boyaga terminalda qo'shgan dogovorimiz talab beryapti. Summa uslugi qancha uslug olib qolinyapti? Jami bizdan mana uslug ichida yozilgan bo'ladi. 470 so'm hisob qilingan. Mana bu yerda 470 so'm yozamiz. Shod Zotrat qaysi bo'limga xarajatni olaman deyapti. Hop, biz bilamiz bu sotuv xarajati bo'lgani uchun 94 o'nga olamiz. Hop, mana прочие доходы расход на услугу банков bo'ladi va назначение платежga shunaqa qilib qo'ysak bo'ladi. Yoki o'zimiz shunchaki terminaldan tushgan pul deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Hop, провести закрыть bo'lsaman keyin. Bo'ldi. Endi bitta обороткani ochib olamiz, отчетni. Sformировать отчет va mana bo'ldi menda. 57-20 to'liq yopildi. Eligronga 235 so'm pul tushdi. Qolgani 470 so'mi 94 o'nda xarajatga yozildi. Bu terminalda inkassatsiyasi bo'ladi.